Assalomu alaykum, Inamarka vodiy kuzatuvchilari, uzoq yaqindan bizni kuzatuvchilar. Anchadan beri kanalimizga mana video joylamay qo'yuvdi ekan. Xudo xolasa bugun Inamarkalarni xilini etib deb qo'yganmiz. Trenddagi Inamarkalar arzon narxlarda bizda doimo mavjud akalar. Xo'p, mashinalarimizni bir qator tanishtirib o'taman. Kia Sorento, BYD Chazor, Kia K5, Dongfeng, Zetaollar hammasidan bor akalar. Xo'p, ko'pchilik yozyapti, "Uka, senda nimaga narxlar arzon? Bozordan ancha arzon bizda." Xo'p, endi akalar bitta trenddagi gap bor. Xalq maza qilsin deb qo'yishadi. Xalq maza qilsin akalar. $10,000, $5,000, $4,000 puli bor odam ham telefon qilaversin. Ladalarimiz ham bor akalar. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin bitta like, podpiska bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lamiz. Xudo xolasa hammamizga eng kamida shunaqa mashinalarni uyga olib kirib, haydash, qizil bantillarda o'rab dadasiga sovg'a qilish nasib qilsin akalar. Yaxshi niyat yarim-mol. Xudo xolasa video obzorni boshlaymiz. Like, podpiska bosib qo'ysanglar, xudo xolasa ko'proq odam ko'rsa biz xursand bo'lgan bo'lamiz akalar. Xo'p, birinchi mashinamiz Kia Sorento, yili 2023-yil. 7 kishiligidan buni bilasizlar, ko'pchiligi 5 kishilik bo'lib chiqqan. Paroglari bor, tonirovka ruxsatlari bor. Ichlari ham mana panorama tomlari. Probegi 60 ming bo'lgan. Xudo xolasa mashinamizda kamchiligi, aybi yo'q. Hop, orqalari ham ancha keng, katta. Mashinamiz usti polniy polirovka, keramika bo'lgan. Oldinlarini ham keyin bir qator ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mashinalarimizning hammasi chotki. Hop. Oldi qismi polniy stolkasigacha 1.10 plonka bo'lgan. Hop, buni ko'pchilik rasxod ko'p, uka. Bu katta mashina baribir 15 ta ichadi deb ko'pchilik yozadi. Lekin bu unaqa emas. Nimaga desanglar, bu MPI motor bo'ladi, 2,5 atmosferli. Shahar ichida rosa oshib ketsa 10 ta rasxod qiladi. Buni o'zimiz minib sinab ko'rganmiz. Hop. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, $32,800 ga beraveramiz deb turibmiz. Bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Agar sizlarda $15,000 pulinglar bo'lsa ham 6 oygacha nasib savdo qilib beramiz. Pastda nomerlar bor, telefon qilaverasizlar. Endi akalar, bu Sorento'mizga bitta baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi akalar. Bu ham 2023-yil, lekin diskalari o'ta zo'r turibdi. Diskalariga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu mashinamizda ham palogi bor, tonirovka ruxsatlari bor, lekin saloniga kelsak o'ta gap bo'lishi mumkin emas. Naklenkalarni ko'rib turibsizlar, uka, shuncha narsa yopishtirasizlarmi 50 ming yurgan mashinaga deyishinglar mumkin. Buni egasi umuman chiqarmasdan haydagan ekan. Bularning o'zi hammasi zavodskoy. Mashinamiz 50 ming probegda. Panorama tomlari, ikkinchi qatorlari ham akamiz mana umuman salafanlarini chiqarmagan, hayron qolasizlar. O'ta akkuratni haydalgan Kia Sorento bo'ladi. Voy, ochilmay qoldi. Uchinchi qator mana 7 kishiligidan buni ajratib olishinglar uchun bularni 5 taligi ham bo'ladi. Bu 7 kishiligi. 5 taliklar lekin juda ko'p chiqqan 2023 da. Bu mashinamizni ham lekin arzon narxda $32,800 ga kelishadigan joyi bor. Barter, variant. Telefon qilaverasizlar akalar. Telefon nomerlarimizda WhatsApp, Telegram hamma yo'g'i bor. Hop, 3-chi mashinamiz ham Kia Sorento bo'ladi. Sorento ko'p olib kelmaganimizga bu safar juda ham ko'payib ketdi. Yili 2023-yil, buni ham paroglari bor, kamchiligi yo'q. Probegi buniki 62 ming bo'lgan. Panorama tomlari 7 kishiligi, yili 2022-yil. Hop. Bu mashinamizda lekin bitta aybi bor. Oldida shu petnosi bor. Bilasizlar, bu qoralarni lak tushmaydi, laki polniy sepiladi.
Bu mashinamizni ham ortiqcha gapirib o'tirmayman. Boshida ko'rsatdim. Qoralar bilan rasxodlari ham hamma yo'g'i bir xil. Bu mashinamiz endi arzonroq qilib 31800 dollarga telefon qilib, baraka qilsanglar bo'ladi. 6 oygacha nasl savdo xizmatimiz ham bor. Xo'p, akalar, mana keyingi mashinamiz Kia K5. 2023 dan so'rayotganlarga biz ham istab yurib topib olamiz bunaqasini, lekin qora mashinamiz Prestige pozitsiyada. Diskalari mana Prestige. Tonirovka ruxsatlari bor. Bu mashinamiz atigi 18 ming yurgan, bilasizlar, K5larning ko'pi 70 ming, 80 ming probeg bo'lib ketadi. Lekin zavodskiy naklenkalari umuman olinmagan, o'ta akkuratligini shu yerdan bilib olsanglar bo'ladi aka mashinalarning ko'pini. Orqasi ham 360 graduslari ham bor, kameralari. Orqasi ham mana. Bu mashinamizni ham rasxodi juda ham oz, 2 litrli atmosferli metan, propan tushiradi. Eng qizig'i bitta narsasini bitta ko'rsatib beraman. Bu yerda ochilmagan ekan. 80 benzinga ham yuraveradi akalar. 80 ni qo'yib haydasanglar bo'laveradi. Bu mashinamizni endi 26500 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 15 ming puli bor odam ham telefon qilsa 6 oygacha, 8 oygacha kelishilgan holda variant asosida gaplashamiz. Keyingi mashinamiz BYD Chazor, yili 2023-yil. Eng qizig'i bu mashinamizda tayyor propanlari ham bor akalar. Bu mashinamizning egasi bizdan BYD so'nggi Pro oldi. Uni e'longa qo'ymadik. Lekin egasi maza qilib minib yurdim uka. 70 ming probegda ham umuman tiq degan joyi chiqmadi deyapti. Buni bilsanglar, pozitsiyasi buni ham juda ko'p, lyuki bor, lyuki yo'q propanlari. Bu eng fulli, ya'ni 120 km yuradigani, to'xta o'zida 120, gibridda 1200 yuradi. Endi propan bilan qancha bo'lib ketadi bilmadim akalar. Gibridga ham, hozir to'kka ham yuribdi, hamma yo'g'i ishlayib turibdi. Xudo xolasa maza qilib haydashinglar uchun 17800 ga telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. 6 oygacha nazar savdo xizmati ham bor. Endi bu Hyundai Sonata, buni bilganlar biladi o'zi. Ko'rinishini qaranglar akalar. Panoramaligidan bu o'ta kamyob. Diskasini qaranglar, buni yarashib turibdi, lekin diskasi. Yil 2022-yil 40 ming probegda. Bu probega oz deyishlar mumkin, egasi faqat shahar ichida haydagan. 40 ming panorama tomlari. Bu san'atlarni bitta joyiga maza qilaman akalar, mana bu tugmasi bor, orqasini ko'ringlar. Bu narsa bilsanglar ancha muncha mashinada yo'q, lekin orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Mashinamizda ozgina aybi bor. Narigi eshigida ko'rsatib o'taman. Shu petnosi bor, lekin polniy sachiladi. Buni bilasizlar, ko'pchilik ustalarimiz biladi. Lekin strashniy emas. Bu mashinamizni endi 21800 deyapmiz, kelishamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa zo'r narx taqib beramiz. Buni ham variantga berib olamiz akalar. Endi akalar hamma tanigan mana Ailos Dongfeng bo'ladi. Yili 2023, 41 ming probegda gibrid, eng qizig'i o'zini o'zi zaryadka qilib yuradigan. Oldi ko'rinishi, bahaybatligini qaranglar akalar. Panoramalari bor, xudo xolasa, kamchiligi yo'q. Salonlariga bitta ahamiyat bersam, cho'kib qolasizlar akalar. Mana qaranglar salonda. Sizning atamankalarigacha bor akalar. Bu lekin bu men aytadigan narxda juda ham bu narxga arzon. Endi bu mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, 19,5 ming akalar. Nima deyapti narx? Lekin Ailos Dongfeng 19500 ga juda ham topish qiyin. Eng arzonda ham 21 ming qo'yilgan. Ko'rinishini qaranglar, lekin bu narxga juda ham mashina arziydi akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Keyingi mashinamiz endi hamma bilgan Jetta Audi X90 Plus. Menimcha bu mashinani oshiqcha ta'riflash keragi ham yo'q. Ko'pchilik buni bilib bo'ldi. Bu hamma biladigan 1.6ligidan emas, bu 2 turbosi bo'ladi. Michelin balon.
paroglari, tonirovka ruxsatnomalari bor. Orqalari 2 turbodi ham akalar har xili bor. Mana mashinasi 2 turboda bo'ladi faqat. Keyin faqat bunda O'zbekistonga chiqqan variant. Yil 2023-yil. Mashinamiz o'ta asal. Tog' tishlariga keladigan bo'lsak, tog'larda, misol oilaviy chiqadigan joylarda umuman hijolat qilib bo'lmaydi. 3-qatorlari. Buni akalar har xil versiyasi bo'ladi. 2 turboni ham Xitoy bo'ladi, Dubay bo'ladi. Bu haqiqiy O'zbekistonga chiqqan varianti bo'ladi. Garantiyalarni ham ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Mashinamiz probegi 63 ming bo'lgan. Oldinlarida broni plyonka bor degan muddat o'tgan ekan, biz chiqarib yubordik. Lekin mashinani ham o'zi o'ta tiniq turibdi akalar. Endi buni 22800 ga telefon qilib kelishamiz. Bemalol telefon qila olasizlar. Nimaga qimmat uka deysizlar mumkin shuni probegi jicha ko'proqligiga. Bu akalar 2 turbo salonda ham ancha qimmat turadi. Bu Xitoy emas, adashtirmanglar, buni Xitoyi juda ham ko'p. Biz ham o'zimiz ancha tushunib olamiz bularni. Keyingisi mana GM deganlarga Captiva bo'ladi akalar. Captiva 2013 mashinamiz 8 diskalarda, yangi 4 ta balon. Tonirovka ruxsatlari bor. Endi buni ichi bu original Mers rul bo'ladi akalar. Xo'p, mashinamiz 160 ming yurgan. 2013 Captiva 3 Radnoy. Bu mashinamiz endi arzonroq qilib 10800 ga telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Buni ham variantga ham chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa mashinamiz o'ta go'zal. Kraskalari keladigan bo'lsak, Krilovna kapot, lekin eng qiziq tomoni urilmagan. Hop, shamol bo'lganda, shifr ustiga tushganda kraska bo'lgan ekan, o'zimiz ham tekshirib olganmiz, ishlariga o'tmagan umuman. 10800 ga, xudo xolasa, cho'tki narx bo'ldi, lekin bu Captivamiz. Keyingisi endi Jetta Audi X70 Plus ancha taniydigan faralarga bitta ahamiyat berasizlar, bilgan bo'lsanglar, bu luxury degan pozitsiyasi bo'ladi akalar. Luxury bu eng full 3-pozitsiyasi hisoblanadi. Yumshoq balonlarda eng qizig'i mashinamiz propani ham bor. Maza qilib haydaysizlar akalar. Mashinamiz 41 ming bo'ldi. Panorama tomlari, konditsionerlari, abduf, abagrev, sinya pamitlari bor. Bu faqat asha aytgandek luxury deganda bo'ladi akalar. Salon garantiyasi. Xo'p, akalar, bu O'zbekistonga chiqqan varianti. Buni ham Xitoylari juda ham ko'p, Dubaylari ko'p, adashtirmaysizlar. O'zbekiston varianti ancha qimmat yuradi. Xo'p, bu mashinamiz endi 23200 yilyapti. Kelishamiz, xudo xolasa 6 oygacha variant ham qilib beramiz. Keyingi mashinamiz Cherry Tiggo 7 Pro bo'ladi. Mashinamiz rangiga bitta ahamiyat berib baho berib qo'yasizlar. Kumush rangda mashinamiz. Premium pozitsiyada, ya'ni lyuklari bor, panoramasi bo'ladi. Lyuk bo'lmaydi, uzr adashib ketdim. Xo'p. Ichi ham mana panoramalari. Jan unchalik ta'riflab o'tishim shart emas. Nimaga desanglar, buni ancha-muncha ham biladi. Xo'p, mashinamiz 34 ming yurgan. Kraskalari toza, faqatgina Krilovsda ozgina mana ko'rsatib o'taman. Shu yerda silingan joyi bor, rasmiy ham bor. Petnosi qo'ydik o'zimiz. Sizlarni ham ko'rishingiz mumkin. Orqalari ham. Hop, bu mashinamiz endi Inamarka Vodiy kanalida 19 ming dollar deyilyapti. Telefon qilib kelishib baraka qilsanglar bo'ladi. Zapaskalari ham diskali bo'ladi. Buni ham variantga chiqarsak bo'laveradi akalar. Xo'p, keyin bilasizlar akalar, Vesta Cross bilan anchadan beri shug'ullanmay qo'ydik. Batareyga yeb qoldi bunisiga. Yili 2021 yangi pashti mashinamiz, o'ta tiniq. Bilasizlar, 2021larni topish qiyin. 1.8 mexanika Lada Vesta SV Cross. Buni Enjoy Pro ham deb qo'yishar ekan ko'pchilik. 84 ming yurgan holatlari, lekin o'ta ideal.
kamchiligi ayb yo'q. Endi Lada haydagan odam o'zi biladi. Bilasizlar akalar, o'zi Lada ham juda ko'p sotdik, savdo qildik. Bu mashinamiz gazi ham bor edi, adashmasam, aytib o'tish esimda yo'q. Kraskalari toza, yumshoq balonlari bor. Xudo xolasa buni ham zo'n narxda qilib beramiz. Telefon qilib olasizlar akalar. Hammasini xudo xolasa kelishilgan holda gaplashamiz. Keyingi bunisi ham akalar Lada Vesta bo'ladi akalar. Xo'p, 1.8 mexanika, rangi ham o'ta neobishniy, lekin chiroyli. Ko'pchilik sevadi bu rangni. Mashinamiz 120 ming probegda, holatlari lekin shunga qaramasdan o'ta tiniq. Mashinamizda petnosi bor, lekin kraskasi yo'q, umuman xudo xolasa top-toza. Bu mashinamizni ham arzon narxda beramiz. Telefon qilaverasizlar. 6 oygacha variant nasiya savdo xizmatimiz ham bor. Ko'pchilik aytayapti, "Uka, nimaga arzon qo'yasizlar sizlar?" deb aytayapti. Akalar, xalq maza qilsin degan gapni unutamiz endi. Xudo xolasa yangisi. Biz uydan sotamiz faqat. Narxlar arzon bo'lsa, xalq ham maza qiladi, xudo xolasa akalar. Videoga like, podpiska bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lamiz akalar.